Tuzkor şagirtler, muşaqtanlık xeyirlik olsun. Ma filmni tatmay depti, mesela bir radiya verip koymsam olmaydiga ya kep qaldı qarindoshlarım şu ismini atoma ichimliqini mo demay. Sil numus qilmasanlar men numus qildi ekanman, chunki men yetakligicha olgan ekan silni. Hamda özümüz ekagan özümüzden qo'l ostida ishlagan, özümüzden qo'l ostida tug'an odamni biz qo'pab yani so'kab yursak, ava bizga faqat yarashmaydi. Meyli qanda sharoitda bo'ladi hozir. Hamda bu o'gitish, yetaklash degan cho'qim daskaga xat yozib, hamda kitob o'qish emas. Shu mening shu chenzamga men turayotgan muhit chambarakka men sababchi chiginingning o'zilam eng cho'ng o'rganishimning. Mashina men keyin aqlingni topganda his qilib qolasizlar. Shu mening taq turqim, gap qilish usulim kunda billa tug'niningning o'zi o'rganish. Şahsen bana nisbeten menden şu üstün adamına tüydü ben işte bir gün turvarsam şahsen ben hoş olumum. Çünkü İğziç bizge gap qilmasam o şunun aqlıq nurg'um jimin o'g'in vaqil oldu. Onu siz izqlanmaysizlar ki aqlınız şunçilik olğaşqa şu aqlınız şunçilik muhitdiki aqlısı şunçilik adamga yomon gapimni qilib berib sökab birsizlar. Amaliyotda qiziqarliq yer nima deganda sizlar sökab bergan şu adam cho'gilab bakilib bu gapni menga to'shib qo'ya olsa, endi buni nima deyish emas qarindoshlar. Mayli o'zimni aqlab chiqqanim emas ekra oldiga. Mayli shogirdimda anglanglar, aloqalarimda anglanglar, do'st dushmanlarimda anglanglar. İşensanglar o'zingizning ixtiyori ashlining og'zida nima gap chiqqan bo'lsa shu hisob. Mana men ashdan nachar. Şu mendan nereye turanglar? Ko'rsanglarmi ko'rmas kishilar. O ishim bo'lmaydi. Amaliyotda eng ko'z gilmaydiganlar shu juma. Olmu dötemas. Olnamı kallası var. To'xtayamış aşağıda. Tustamaq ish billi yetib qopab, aşı bani yo'qmi tan ko'rib, aşağıda yetaklab kelgan erminmayadi, men so'kab birvatqa yadi bu qandayroq odam bo'lmoqchi deb foydalangan bilan ishchidan sizni yaxshi ko'rmaydi. Esingizda chang tutinglar. İkra aldıda ottağın 3 xil adamga 3 xil pek mühim nasihatchim ama buningga to'ygan ma bishimda o'tkazildi ma bu nasihat bo'lib qolsin esingizda chang tutinglar. Men tatgan ziyonni sil tatib qolmanglar. Birinchi xil shogird tarbiyalayotgan qarindoshlar. Belki ba'zilarga menga o'xshashliqi buni oq ko'ngillik demaymiz, buni dut bunqish deymiz-ku mana mendek odamni. Shu shogird bilan ustozning, loban bilan xizmatchining oraliqida iniq chek-chegara siziq bo'lmaganlik sabab tufayli bek shu chek-chegarasiz bu deyshanda biz sizlar bilan biz voy buni o'z ko'rma, urug' tuqqanimdek ko'rma, mandayliqi bisim qilib qo'ymayman deb ma'qul holatda elog'inidek, akfkidek, tag'jiyanidek manda o'tashgan bilan ashta munosabat davomlashaversa, menga mendiga ishchiqida men odamiylik men yodingni chang tutalanglar. Mayli haq Xolastıdakilarga manda muomala qildikin desin, mayli haq nima desin, esonlik olsin, xizmatchi bilan yetaklik uchun oraliqida cho'qim chek-chegara aniq olsin, padishab, hurmat, hamma narsa aniq olsin. Sizning oq ko'ngillikinglar, shu dötlikinglar oyg'id o'zingizning beshig'i kelib, o'zingizning putiga paltichib qolgan bo'lasizlar. Men birinchi nasihat. Ikkinchisi, eliq tuzkor shogird, men bu nasihatni sana aytay. İş qilishdan burun edem bo'lishni o'rganamiz. Edemni joyida bo'la olsak, har qanday ishni joyida qila olamiz. Yodingizda chang tutinglar men gapni. Uchinchisi, her kasb sohada shogirdlik chiymakchi bo'layotgan, shu jamiyatga yangidan chiqayotgan yoki o'zining foyda manfaati uchun, keyinlik uchun o'ylashib, bizga ergashmoqchi bo'layotgan ikra oldidagi shu shaxsga deydiganim. Sizning o'z oldingizga tafakkur o'g'ininglar to'g'ri. O'z oldingizga o'ylaganinglar bo'lsa, u mu to'g'ri, lekin yo poliyoyiji. Ergashga odamga shartsiz ishini mengib Aştanga aygıgıca mansanglar ecirganlıqla layiq kun ko'rsizlar. Sizlar o'zingizni aqlliq chaqlab, bek kallangni o'tkir chaqlab, o'z oldingizga xoligancha og'zingizdan gap so'z, xoligancha qarana chiqarib o'tib qolmanglar. Chunki hamda men qilmasini yetakliga odam bo'lgandan kalla o'yntim desanglar, ishtiklam chinib qolasizlar, o'zingizning yo'l to'sildi baka. Qag'ini unda olib qolsa, mushu matimida hamda uchur qilmayman. Yurakni aymay besib taqtib qo'yinglar. Canlı işlerini bunda sözlep turlar. Bunu desek, bek çoğun iştek bilingen bile ameliyatı turmuşumuzda bek köp var bunda işler. Ben bir hediye verip koyayım. Jürek örüp ayşılanlar. İşlerini oğuştuk olup geçsin cuma sıldan mı? Eylak tuzkor şagird.